Assalomu alaykum. Srochna bu mashina sotiladigan Opel Caravan, Svet Brin Shampan. Navralarni video qilayin og'aynilar. Mana men mashina o'zimniki, shaxsiy o'zimning mashinam. Srochna sotaman. Hammasini bir joqli bir ko'rsatib o'tkazayin. Nomer telefonni ham qo'yamiz. Hozir bemalol nima qilishimiz mumkin. Ikkita elektropaket, oldi elektropaket, korobka mexanik, magnitofoni bor, probeg 29597. Saloni shunday. Shu yakka bo'lib yoqlayin. Ichki qismi setkalari bor. Xo'p, bagajda qilayin teksiz. Setka, petka hammasi jog'i bor. Balonlar 70%. Chirigan joyi yo'q. Polni normalni состояние. Xo'p, buni ochib qo'yamiz. Mashinaning dokumenti 1 yillik utilizatsiya bor. 10 oylik dokument qoldi. Buni utilizatsiyani dokumenti hammasi joyida, dokumentlar 100. Buni motor prostoy 1.6. Akkumulyator yangi. Antifriz, gaz, benzin. Mana shunday holatda mashinamiz. Loyiq. Uch minut video qilaylik. Telefon nomerini qo'yaman. Telefon qizlar, srochna sotaman. Mashinaning narxi 25 ming. Yana savdo bo'ladi, bemalol. Mashinaning dokumenti o'zimning nomimda. Xalasangiz daversiz beraman. Yo'qolmasa uchotdan chiqarib beraman. Men hal maslahat qilamiz. Mashina 25 ming so'm. Savdo bo'ladi. Kelib zabadat qilib haydab u yoqqa bu yoqqa jirib berasiz. 1 yillik dokumenti bor. Mana shunday shaklda. Xo'p, videoni ko'ramiz, laykni bosamiz, podpisatsiyani unutmaymiz. Laykni bosingizlar, ko'proq ko'rsin boshchilar. Arzon mashina. Hech qachon kambusi yo'q, chirigan joyi yo'q. Bemalol gazini bosib haydayveringizlar. Mana shunday sostoyanni. Hammaga omad, dilingiz sog' bo'lsin. Kommentariyada yozaveringizlar. Srochna sotiladi, biron kambusi yo'q. Mashina normalniy sostoyanni. Hammaga omad.